Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana yana bitta navbatdagi uyimizda ishlar qizg'in davom etyapti. Xo'sh. Bugun mana 26-noyabr 25-yil. Havo yaxshi. Havoga qarab ishlab o'tiribmiz. Mana ustalarimiz ishlashda davom etyaptilar. Xo'sh. Bu uyimizni devorimizni o'rta qismini oq muramirda ishladik. Xo'sh, ramkalari qora однотонный, eshik, deraza atroflari ham qora однотонныйda bo'ldi. Ramkasini pasti va tepa qismi qora однотонныйda. Zakazlar qabul qilib turibmiz. Hozircha sezon to'xtagani yo'q. Davom etyapmiz. Havo yaxshi, plus 15-20 gradus issiq. Bizda Buxoroda bu devorimiz shtukaturka bo'lgan edi. Yuzidan oq va demunsiyasini berib, ana ustidan mana bunday yopishtirib ketyapmiz. Katta usta akamiz ham bu yerda mana bunday qilib yopishtirib ketyaptilar. Pastoli sokul qismi kafil bo'ladi. Uni yanada chiroyi ochiladi keyin xudo xohlasa. Sokul qismiga kafil bo'ladimi usta? Ha. Kafil bo'ladi. 60 ga 60 kafil olingan. Zakazlar qabul qilib turibmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Любой xil fasonda siz xohlagan fason va dizaynda chiqarib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.